akademiyasiga xush kelibsiz. Kirish imtihonidan oldin barcha abituriyentlar baholash marosimidan o'tishlari shart. Baholashmi? 5 yoshga to'lganimizni eslaysanmi? Bu xuddi o'sha marosim. Men birinchi bo'laman. Albatta, iltimos qo'lingizni uzating. Yaxshi. Sizning xususiyatlaringiz ajoyib reytingga ega. Iltimos yozma imtihonga o'ting. Hammasi 5 yoshligimdagidek. Ko'timni berib mashq qilganlarim nima bo'ldi? Xafa bo'lmang. Bu darajalar faqatgina rivojlanish tezligini aks ettiradi. Shuning uchun yoshga yoki darajaga qarab o'zgarmaydi. Endi men boraman. Bu natijalar ham juda ajoyib. Sizning iste'dodingiz aynan biz izlayotgan narsa. Bu sehrgar qiz uchun uning aqliy darajasi S daraja. Voy xudoyim, siz qilich hukmdori Krenasiz. Sizni bu yerda ko'rganimizdan xursandmiz. 5 yoshligimdan beri hech narsa o'zgarmadi. Xafa bo'lma. Yaxshi, qora sochli bola, iltimos davom eting. Yaxshi, Aylin, endi seni natijangni ko'ramiz.